Assalomu alaykum. G'allaorol tumani Xonimqo'rg'on mahallasida 108-kontur tanlab olinib, Xalq banki G'allaorol filiali bilan birgalikda hamkorlikda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida loviya fasol ekish ishlari amalga oshirilgan. Ushbu konturda 10 gektar tanlab olingan bo'lib, 10 ta dehqon xo'jaligi biriktirilib, ushbu konturda Xonimqo'rg'on tadbirkorlik ishlab chiqarish kooperativi tashkil etilgan. Ushbu konturda 10 ta dehqon xo'jaligi ushbu kooperatsiyaga a'zo bo'lib, ushbu konturda loyiha qiymati 180 million bo'lib, birinchi hosil ekish ishlari 15-aprelgacha yakunlangan. Ikkinchi ekish ishlari 15-avgust oyigacha amalga oshirish rejalashtirilgan. Har bir dehqonga 1 gektardan bo'lib berilgan bo'lib, ushbu gektardan har bir gektardan 35-40 milliondan daromad olinib, 10 gektardan jami 390-400 million so'm birinchi mahsulot yalpi olinadi. Ikkinchi hosil ham xuddi shunday bo'lib, bir yer egasi 1 gektarga ikkinchi hosildan 150 million daromad ko'radi. Dehqon xo'jaliklari bilan agregator o'rtasida uchrashuvlar o'tkazilib, bir kontur bir mahsulot tamoyillari tushuntirildi. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida serdaromad mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha foyda olish miqdori hisob-kitob qilinib, loyiha biznes rejasini ishlab chiqishda ko'mak berildi. Ikkinchi hosil sarimsoq yetishtirish uchun agregatorga avgust-sentyabr oylarida mineral o'g'itlar sotib olish uchun kredit mablag'lari ehtiyojiga qarab kredit mablag'lari ajratilishi tushuntirildi.